Chumoli va pashsha. Bir bog'da mehnatkash chumoli yashar edi. U tong sahardan kechgacha tinmay harakat qilar, don-dun yig'ar, uyasini mustahkamlar edi. Uning yonida esa yalqov va maqtanchoq pashsha ham yashardi. Pashsha kun bo'yi bir guldan boshqasiga qo'nib o'zini maqtardi. Hayot zavq uchun berilgan. Sen esa umr bo'yi mehnat qilib o'tsasanki chumoli. Chumoli jilmayib qo'yardi. Har kim o'z yo'lini tanlaydi. Vaqti kelganda har kim tanlovining mevasini ko'radi. Bir kuni bog'da savdogar keldi. U shirin mevalar, asal va turli ne'matlarni ko'zdan kechirdi. Pashsha xursand bo'ldi. Ko'rdingmi? Mana haqiqiy hayot. Shirinliklar, hidlar, lazzat. U asalga qo'ndi. Mevalarga o'tirib oldi. Ammo savdogar ularni sotib olish uchun yopib qo'ydi. Pashsha shoshilib chiqolmay qoldi. Chumoli esa buni uzoqdan kuzatdi. U savdogar tushirib yuborgan mayda donlarni yig'ib oldi. Hech kim e'tibor bermagan narsa uning uchun rizq bo'ldi. Kech tushganda shamol ko'tarildi. Bog'dagi ko'plab gullar so'ldi. Shirinliklar yig'ishtirildi. Pashsha esa charchab, holsiz holda bir burchakka tushdi. Nega sen doim yutasan? Dedi u alam bilan. Chumoli sokin javob berdi. Chunki har narsaning xaridori bor. Shirinlikning ham, chiriklikning ham. Yaxshilikni tanlagan odamni halol mehnat sotib oladi. Yomonlikni tanlagan odam esa lazzatga berilgan nafs o'ziga tortadi. Pashsha boshini egdi. U gulning hidi bilan axlatning hidini farqlamagan edi. Qayerda hid bo'lsa, o'sha hidga, o'sha yerga qo'nardi. Chumoli esa qayerda mehnat bo'lsa, o'sha yerga intilardi. Oradan vaqt o'tdi. Qish keldi. Bog' jimib qoldi. Chumolining uyasi to'la edi. Pashsha esa sovuqdan panoh izlab sarson bo'ldi. Shunda u tushundi. Yaxshilik va yomonlik ham bozor kabidir. Har kim o'ziga yoqqanini tanlaydi. Ammo to'lovni ham o'zi to'laydi. Ertakning xulosasi shuki, yaxshilik ham, yomonlik ham xaridorsiz qolmaydi. Qaysi tomonga yurish insonning o'z ixtiyorida. Lekin tanlovning oqibati baribir qaytib keladi.